Bismillahirrohmanirrohim. 4-nasihat. Ey musulmon aka-ukalarim va opa-singillarim, o'zingizni do'zaxdan qutqaring. Chunki hech kim sizni Allohdan qutqara olmaydi. Ey muslima opam, o'zingizni do'zaxdan qutqaring. Chunki Allohdan sizni hech kim himoya qila olmaydi. O'zingizni do'zaxdan qutqaring. Imom Buxoriy o'zining Al-Adabul Mufrad kitobida rivoyat qilgan hadisda, bu hadisning asli Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda kelgan. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Alloh taoloning quyidagi oyati nozil bo'ldi. Yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring. Shura surasi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turib dedilar: Ey Banu Ka'b, ey Banu Falon. Shu tarzda hammaga umumiy va shaxsiy murojaat qilib, so'ngra shunday dedilar: Ey Fatima, Muhammadning qizi sallallohu alayhi va sallam, o'zingni do'zaxdan qutqargin. Men sen uchun Allohning huzurida hech narsa qila olmayman. Ey birodarlar, o'zingiz va ahli oilangizni do'zaxdan saqlang. Savol: qanday qilib o'zimizni do'zaxdan qutqaramiz? Qanday qilib uylarimizni do'zaxdan saqlaymiz? Qanday qilib jamiyatimiz va ummatimizni do'zaxdan saqlaymiz? Javob: buning yo'li foydali ilm va solih amal. Ilm najotdir. Bu haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quyidagi hikoyani aytib beradilar. Bir odam 99 kishini o'ldirdi. Keyin u tavba qilishni xohladi va yer yuzidagi eng bilimdon odamni menga ko'rsating deb so'radi. Uni bir rohib oldiga yo'lladilar. Odam kelib, men 99 kishini o'ldirdim. Men uchun tavba bormi? deb so'radi. Rohib, yo'q, sen uchun tavba yo'q deb javob berdi. Shunda u rohibni ham o'ldirib, 100 kishini qatl etdi. Ammo u hali ham najot istar edi va yana so'radi. Menga yer yuzidagi eng bilimdon odamni ko'rsating. Shunda uni bir olimning oldiga olib bordilar. Odam uning oldiga kelib, men 100 kishini o'ldirdim. Men uchun tavba bormi deb so'radi. Olim unga, ha, Allohning rahmati keng. Senga tavba eshigi ochiq deb javob berdi. Savol: rohibni kim halok qildi? Jaholat. Olimni kim najotga chiqardi? Ilm. Shunday ekan, ilm najotdir. Ilm kishi uchun najotdir. Ilm jamiyat uchun najotdir. Ilm qashshoqlikdan qutqaradi. Ilm to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ilm dunyo va oxirat baxt saodatiga eltadi. Bu haqida yana bir voqea. Bir sahoba junub holda yurib, boshiga tosh tegib, og'ir jarohat oldi. Bu odam boshqa sahobalardan so'radi: "Men tayammum qila olamanmi? Menga ruxsat bormi?" Ular: "Yo'q, senga ruxsat yo'q. Senga ruxsat beradigan dalilni bilmaymiz" deb javob berdilar. Shunda u g'usl oldi va shuning oqibatidan vafot etdi. Savol: bu odamni kim o'ldirdi? Noto'g'ri fatvo. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda shunday dedilar: ularni Alloh halok qilsin. Ular uni o'ldirishdi. Nega bilmasalar so'ramadilar. Xulosa shundaki, o'zingizni va farzandlaringizni jaholatdan qutqaring. Ilm o'rganing. Ramazon ilm olish uchun katta imkoniyat. Ilm uchun vaqtimiz va imkoniyatimiz ko'p. Shuning uchun ilm o'rganish va amal qilishga harakat qiling. Nafaqat Ramazonda, balki umrimizning har daqiqasida ilmga intilaylik. Farzandlarimizni va jamiyatimizni ilm bilan tarbiyalaylik. Chunki ilmsizlik halokatga olib boradi. Ilm esa najotga eltadi. O'zingizni do'zaxdan saqlang. Allohdan siz uchun hech kim himoyachi bo'la olmaydi. Alhamdulillahi robbil alamin.